Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Nurtechda kichik yangiliklardan chiqadi. Endi hamma katollarimizda qaysi pozitsiya bo'lishidan qat'iy nazar LED chiroqlar bilan jihozlangan bo'ladi. Ko'mir qancha qolganini bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Buni zaryadchikli bemalol zaryadga olib qo'ysangiz bo'laveradi. Hammasida mavjud ko'ryapsizlar. Standartida ham, prostida ham, ultrasida ham bu mijozlarimizga qulaylikni o'ylagan holatda chiqarilgan narsa. Mana ochiq qolay kelib sensor datchigi o'zi bu ochib yopganingiz o'zi yonadi. Bemalol qancha ko'mir qolganini ko'rsangiz bo'ladi. Bu Nurtechda birinchilardan bo'lib taqdim qilamiz. Endi buni xudo xolasa Lux kopiyalari ko'payib ketadi, YouTube'da ko'rsalarim bo'ladi. Darrov ko'pchilik tayyor ideani o'g'irlash hozir zamon shunaqa bo'lib qolgan. Hattoki ko'ryapmiz katolimizni rangigacha Nurtechda chiqadigan ofitsiantlik qiymat ranglarigacha o'g'irlash, shunga o'xshash Lux kopiyalar chiqarish holatlarini ko'ryapmiz. Lekin biz xursand bo'lamiz. Qisman nimaga? Chunki biz birodar emas, bizdan ko'chirishyapti. Demak, biz ulardan ancha oldindaligimizni bildirib turadi. Biz raqobat qilmaymiz, bemalol raqobatlashaveramiz. Lekin O'zbekistonda chiqadigan mahsulotlar bilan raqobat emas, dunyo standarti bilan raqobat qilish kerak. Shunda hamma, misol uchun hamyurtlarimizga ham, qo'shni davlat fuqarolariga ham birdek manzur bo'ladi. Soat kech bo'lishiga qaramasdan mana katollarimiz yetib kelgan. Danaradagi sotuv ofisiga kelgan. Hop, bular 300 kvadratga mo'ljallangan katolimiz, 150 kvadrat, 200 kvadrat, 300 kvadrat Qirg'izistonga chiqib ketish kerak. Hammasidan bor, apartamentlar kelgan. Egalari ham tayyor turib turishdi. Ularni hammasini chiqarib yuboramiz, xudo xolasa. Kechki payt asosan katol chiqaryapmiz. Kunduz vaqt bo'lmayapti, chunki sotuv ofisimizda sotuv hisob-kitoblar bo'lgani uchun asosan kechki payt yuklar chiqarilyapti. Shu sababli ba'zi mijozlarimizga kechki payt yetishiga to'g'ri kelib qolyapti. To'g'ri, jicha nima desam bo'ladi? Haligi ularni kechki payt bezovta qilamiz, lekin hozirgi vaziyatimiz shunday taqozo qilyapti. Shuni hisobiga shunaqa chiqib ketishiga to'g'ri kelyapti. Toshkent shahridagi filialimizda hozirda bemalol kunduzi olib chiqib ketish imkoniyati bor, lekin Qo'qon, Andijon yoki boshqa viloyatlarda iloji yo'q kechasi chiqarib yuborilyapti. Ko'ryapsizlar, katta sifat bomba ko'ryapsizlar. Hattoki eshik brendlarigacha Nurda o'ziniki, kompaniyani o'ziniki. Bu logolar, xarakteristikasi bor albatta. Hammasi o'zini logolari. Ko'pchilik aytishadi, nimaga aynan bular samarez bo'ladi deb. Samarez bo'lishining asosiy sababi mijoz xohlagan paytda, misol uchun bu narsani o'zi ixtiyoriy qachondir yechib tozalamoqchi bo'lsa, oson yechsin. Buni ko'pchilik zakilovka qilishdi. Aytishadi, zakilovka bo'ladi. Zakilovka qilinsa bu narsani yecha olmaydi mijoz. Zakilovka qilingan taqdirda keyin yana uni qaytadan zakilovka qilib yopib qo'yishga to'g'ri keladi. Buni qolgan paytda ochishi yoki yopishi mumkin. Bir yilda bir marta tozalash ishlari olib boriladi. Shuning uchun yana ham bir klientlarga, mijozlarga osonlik o'ylangan holatda shu narsa qilinadi. Ko'pchilik aytishadi, katolni o'zgartirish kerak. Katolni biz yasamaymiz, shuning uchun o'zgartirish joylarini nima qilmaymiz. Ko'ryapsizlar. Qattiqlar, chiroqlari, ledlari, tutunga qarshi moslamalari, hamma yo'q komplekt holatda tayyor. Xudo xolasa, zakazlarni bosinglar, zakazlar vaqtida tobora qisqarib boryapti. Xudo xolasa bu yaxshilikka.